shahar markazi bo'lgan Chilonzorga kelganmiz. Chilonzordan Do'mbirobodddan qidirayotganlarning diqqatiga 508 sotuvli hovlimiz sotilyapti. Yer hisobida qaranglar. Fasad uzunligi 28, ichkariga 21 bo'lyapti. Ko'chalarni ko'rsanglar bo'ladi, katta keng. Mana shu ikkita darvoza, shu ikkinchi darvozadan boshlab u oxirigacha ketgan. Umumiy 28. Ikkita masjid, maktab, poliklinika, havas shunga o'xshagan kerakli bo'ladigan hamma narsa yaqin atrofda. Ikkita darvozamiz, bunisini garajdan foydalanishlari ekan. Bunisidan asosiy hovliga kirib ketasiz. Kottej yoki uchastkani ikkita uchtalab quradigan bo'lsangiz, endi aka o'zingiz bilasiz, u qanaqa planirovka qilishni, bunaqa joylar kottejlar ugulovga joylashgan. Bu yoqda mana ko'ryapsiz, kamida 5-6 metr zahmat joyi ham bor. Bu yoqqa chiqqan. Bu hovlimizning yon tarafi, mana aytib o'tgan masjid shu yerda. Shu yerdan to'g'ri ketadigan bo'lsangiz, dashi metroga chiqib ketasiz. Orqa tarafda shundoqqina 357-maktab joylashgan. Bu yerda bilasizlar, gaz, suv hammasi bor. Umuman kanalizatsiyadan muammo bo'lmaydi xohlasa, dokumentlar ham tayyor. Ichkarilarni ham bitta qo'yib yuboramiz videosini, o'zingizlar ko'rib baho bersanglar bo'ladi, lekin yer hisobida sotilayotgani uchun narxini ham arzon qilamiz. Shunaqa Chilonzordan, yaxshi lokatsiyadan hovli yer qidirayotgan tanishingizga jo'natib qo'ying. Har bir sotigiga $62,000 so'rashyapti. Yana kelishda beradigan joyi bor. Qiziqqani uchun men pastdagi raqamini yozib qoldiraman, bu yerni telefon qo'yasizlar.